Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Giyohvandlik va narko jinoyatlar butun dunyo, jumladan O'zbekiston uchun ham eng jiddiy tahdidlardan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash yuzasidan zarur barcha choralar ko'rilyapti. Xususan 11-iyun kuni prezidentimiz aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlikdan himoya qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda davlat rahbariga yangi qonun mazmun mohiyati haqida ma'lumot berildi. Ta'kidlash kerak, endilikda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlik kuchaytirildi. Mazkur muloqotimiz ushbu muhim voqelikka bag'ishlanadi va studiyamizga soha mas'ullarini taklif qilganmiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi giyohvandlik va uyushgan jinoyatlarni tergov qilish bo'limi boshlig'i Orif Abdullayev, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Shuningdek, Bojxona qo'mitasi surishtiruv va ma'muriy amaliyot boshqarmasi bosh inspektori surishtiruvchisi Shahboz Yusupovlar, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, hurmatli ekspertlar. Ta'kidlaganimizdek, 11-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich qarshilarida aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlikdan himoya qilishga qaratilgan taqdimot taqdim etildi. Va xususan prezident farmonlari hamda bugungi kunda qabul qilinayotgan qonunlar, shuningdek mazkur sohani tartibga soluvchi me'yoriy huquqiy hujjatlar orqali bu yo'nalishdagi ishlar yanada tizimli va samarali tashkil etilayotganligi axboroti berildi. Shahboz aka, keling aynan mana shu taqdimot yuzasidan dastlabki fikrlarni bildirsak, marhamat. Darhaqiqat, prezidentimiz tomonidan aynan aholi salomatligi va millat genofondini himoya qilish maqsadida, o'sha xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir qator farmonlar imzolangan. Xususan birgina aytib o'tadigan bo'lsak, o'sha o'tgan yillar davomida PP 207 son farmon imzolangan. Ushbu farmonda ham aynan millat genofondini, aholi salomatligini asrashga doir bir qator topshiriqlar berilgan. Mana kuni kecha 11-iyunda prezidentimiz huzurlarida shu mavzuda bo'lib o'tgan taqdimotda ham aynan bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar, o'sha ko'rilayotgan choralar, normativ huquqiy hujjatlarga kiritilayotgan o'zgartirishlar to'g'risida batafsil axborot berib o'tildi va aynan shu kuni mamlakatimiz prezidenti tomonidan o'riqi 1151 son qonuni imzolandi. Ya'ni o'sha bir qator qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Jinoyat kodeksiga ozginagina batafsilroq aniqlaylik, to'xtalaylik, marhamat. U qanday tarzda qabul qilindi? Xo'p, ushbu qonunimiz aynan 11-iyun kuni prezidentimiz tomonidan imzolangan bo'lib, qonunda O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartirishlar kiritildi. Eng katta o'zgartirishlardan biri bu yuritilayotgan siyosatdan, ya'ni amalga oshirilayotgan islohotlardan o'sha tavsifi o'laroq alohida aholi salomatligi va millat genofondiga qarshi jinoyatlar nomli alohida bob kiritildi Jinoyat kodeksiga. Ya'ni bu nima degani? Bu shu kunga qadar Jinoyat kodeksida narkotik vositalar, ya'ni giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik mavjud edi, lekin tizimlashtirilmagan edi. Ushbu qonun bilan bu tizimlashtirildi, ya'ni yagona bobga keltirildi. Ushbu bobda 16 ta amaldagi moddalar kiritildi, Jinoyat kodeksidagi amaldagi moddalar va bundan tashqari 3 ta modda kiritildi. Alohida yangi modda kiritildi. Demak, yangi 3 ta modda kirdi. Xuddi shunday, ya'ni o'ta og'ir toifaga kiruvchi moddalar kiritilib, ularga alohida maqom berildi. Va aytib o'tishim joizki, yangi, ya'ni jinoyatlarning sodir etish usuli yangicha usulda sodir etilyapti hozir yoki yangicha o'sha yo'nalishlarda sodir etilyapti. Shulardan kelib chiqib alohida javobgarliklar belgilandi jinoyatlar uchun. Ya'ni bu aytishimiz mumkin, narko laboratoriyalar tashkil etish va ta'minlash bilan bog'liq holatlar uchun javobgarlik belgilandi. Bundan tashqari, mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holatda, ya'ni shundan foydalanib o'sha narkotiklarni noqonuniy muomalasiga homiylik qilish va ularning fosh etilishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni oldini olishga xalaqit berish bo'yicha javobgarlik ham kiritildi. Bundan tashqari, bankxona tashkil etish bilan bog'liq jinoiy javobgarlik kiritildi. Yoki o'z navbatida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga jamoat joylarida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini qabul qilganligi bilan bog'liq, ya'ni o'sha
iste'mol qilganligi bilan bog'liq alohida ma'muriy javobgarlik kiritildi, ya'ni 15 sutka bilan bog'liq ma'muriy javobgarlik kiritildi. Tushunarli. Shahboz aka, rahmat. Orif aka, mana Shahboz akam to'liqroq ma'lumot berdilar va bugungi kunda aynan mana shu narkotiklarni tarqatish, shularni iste'mol qilish bilan bog'liq juda ko'plab yangi usullar, tarqatish bilan bog'liq yangi o'ziga xos bir yo'llanmalar yuzaga kelyapti-da. Bugungi kunda Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan qanday aynan mana shu jarayonni oldini olish borasida ishlar amalga oshirilyapti? Avvalambor Shahboz akani fikrlariga ozroq qo'shimcha qilmoqchimanki, ya'ni prezidentimiz tomonidan mazkur imzolangan yangi qonunimiz bevosita o'sha 25-yilda prezidentimiz tomonidan aholi salomatligi va millat genofondi bo'yicha qabul qilingan farmonlar asosida, ya'ni u farmonda belgilab qo'yilgandiki, bevosita mana shu aholi salomatligi va millat genofondi, ya'ni yoshlar o'rtasida jinoyatchilik oshib borayotganligi, ya'ni narko jinoyatlar soni ming afsuski oshib borayotganligi sababli mana shu sohalar bo'yicha javobgarlikni kuchaytirish, qo'shimcha mana o'zi yuqorida aytib o'tganlaridek narko jinoyatlarga homiylik qilish, narkolaboratoriya oldin bunaqa modda yo'q edi. Bu narkolaboratoriya tashkil qilganligi bo'yicha alohida javobgarlik nazarda tutilmagan jinoyat kodeksimizda. Bevosita hozirgi kunda mana shu qonun bilan yuqorida aytib o'tganlaridek alohida javobgarlik belgilandi, ularni sanksiyalar og'irlashtirildi. Alohida bo'lim xuddi mana bu qonun bilan belgilab qo'yildiki, 6-bo'limning nomi ham boshqa bo'limlarda va boshqa boblardagi, ya'ni jinoyat kodeksi haqida gapiryapman. Mana shu aholi salomatligi bilan bog'liq, millat genofondi bilan bog'liq jinoyatlar, AIDS kasalligini yuqtirish yoki bo'lmasam voyaga yetmaganni jinoyatga yoki g'ayri ijtimoiy sohalarga jalb qilish bo'yicha javobgarlik bor edi. Ularni ham hammasi mana shu 6-bo'limda birlashtirildi. Ya'ni millat genofondi bo'yicha, aholi salomatligi bo'yicha qarshi jinoyatlar bo'limiga birlashtirildi. Endi Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan, qolaversa Ichki ishlar vazirligi tomonidan narko jinoyatlarga qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalambor prezidentimiz tomonidan joriy yilning boshida qabul qilingan PQ1 va PQ2 sonli qarorlar asosida har bitta mahallani, har bitta ijtimoiy holati yoki bo'lmasam xulq-atvori qandaydir og'ir bo'lgan yoshlarga tuman ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari, ularning o'rinbosarlari yoki bo'lmasam mahallalarning o'ziga ham bevosita davlatimiz tashkilotlarida, vazirliklardan, o'zimizni ichki ishlar vazirligi tizimidan har bir soha bo'yicha rahbarlar biriktirilgan, jinoyatchilik bo'yicha, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha va buni natijasi 2025-yilni olib qaraydigan bo'lsak, umumiy jinoyatchilik 1,5 barobar kamaygan mahallalarda va qizil mahallalardagi sodir etilayotgan jinoyatlar ham 50% ga kamaygan. O'shani natijasida 26-yilda ham xuddi shunaqa takomillashtirish borasida PQ1 va PQ2 sonli qarorlar asosida va shundan kelib chiqib vazirimiz tomonidan har yili 4 chorak davomida jinoyatchilikni oldini olish, unga qarshi kurash, fosh etish borasida kuchli 30 kunlik tadbirlar davom ettiriladi, olib boriladi. Ushbu jarayonda bevosita asosan Toshkent shahrida olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda rostdan ham narko jinoyatlar bo'yicha narkolaboratoriya tashkil etish holatlari juda ko'paygan. Chet eldan noqonuniy yo'llar bilan olib kirilayotgan har xil psixotrop moddalarni bu yerda olib kelib turib, har xil bo'laklarga bo'lgan holatda Telegram bot kanallari orqali, asosan Telegram bot kanallari orqali sotish holatlari juda ko'paygan va mana shu holatlarni oldini olish borasida hozirgi kunda tizimli ravishda ishlar olib borilmoqdaki,
Buni natijasida o'tgan yilni shu davriga nisbatan narko jinoyatlari bo'yicha sodir etilish holatlari birmuncha kamaygan, sezilarli darajada. Orif aka, men navbatdagi savol bilan yuzlansam, albatta bugun sohada nazarimda qilinayotgan ishlarning natijasi vaqt o'tgan sayin kuzatib boriladi, ko'rinib boradi va albatta bugun davlatimiz rahbari boshchiligida har bir sohada qilinayotgan islohotlarga bee'tibor bo'lmagan holatda aynan mana shu yo'nalishda ham qilinayotgan islohotlarning natijasiga kuni kecha 11-iyun kuni bo'lib o'tgan taqdimotda ham guvoh bo'ldik. Endi navbatdagi savolim mamlakatimizda giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar aylanmasiga qarshi, hozir siz biroz oldin ta'kidlab o'tgan, kurash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralayotganligi hech kimga sir emas. Barchamiz bilib turibmiz. Bugun vaziyat jiddiylashayotganligi, aynan narkotik moddalarni tarqatish bo'yicha yangi usullar, yangi choralar ko'rilayotgan bir muddatda soha vakillari, xususan ichki ishlar va bojxona tizimi tomonidan ham aynan mana shu yangi usullarga yangicha bir choralar ko'rilayotganligi, ularni oldini olish borasida yangi bir qat'iy choralarni amalga tatbiq etilayotganligiga guvoh bo'lyapmiz-da. O'zimizdan savol tug'iladi. Faoliyatingizdan kelib chiqib bugun aynan qanday ishlar amalga oshirilyapti, marhamat Shahboz aka? Aytib o'tganingiz juda to'g'ri. Yuqorida mamlakatimiz prezidenti tomonidan belgilab berilgan yo'nalishlar va vazifalardan kelib chiqib, bojxona organlari o'z vakolatlari doirasida barcha imkoniyatlarni va o'sha tashkiliy imkoniyatlarni safarbar qilgan holda bojxona chegaralarimizda, bundan tashqari ichki hududda ham giyohvandlik vositalarining noqonuniy olib kirilishi va noqonuniy aylanuviga qarshi qattiq kurash olib borishmoqda. Agargina kichik raqamlarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni joriy yilning o'tgan davri mobaynida 382 ta holatda 1 tonna 700 kilogramdan ortiqroq giyohvandlik vositalari, 180 ta holatda 138 kilogramga yaqin kuchli ta'sir qiluvchi va psixotrop moddalar aynan bojxona xodimlari tomonidan aniqlangan. Bularning ya'ni ko'rilgan chora-tadbirlarga to'xtaladigan bo'lsam, bizda chegara bojxona postlarida ya'ni inspeksion ko'rik majmualari bilan jihozlangan. Ya'ni bu katta gabaritli ko'rik rentgen apparati bo'lib, barcha turdagi transport vositalari, yuk transport vositalarini ham kontaktsiz rentgendan o'tkazish imkoniyatini beradi. Ushbu apparatlarimizda qo'llanilgan choralar natijasida mana o'zlaringiz ham guvoh bo'lib turibsizlar, ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Surxondaryo viloyatida afg'on qozonlarining ichida olib o'tilayotgan gashish giyohvandlik vositalari, bundan tashqari xuddi shunday Surxondaryo viloyatida kran, ya'ni maxsus transport vositasi kranning ichki qismiga shunday mohirona qilib yashirilgan holatda olib o'tishga urinish holatlari aynan shu texnik vositalar tomonidan. Bundan tashqari bizda kinologlarimiz bor, ya'ni aynan shu kinologlarimizni xizmat itlari aynan shu giyohvandlik vositalarini qidirib topishga mo'ljallangan. Bundan tashqari xodimlarimizni har tizimli ravishda ushbu yo'nalishga mos qilib o'qitib boramiz va bu o'zining natijasini berib, mana hozirgi kunda aniqlash holatlari ortgan. Tushunarli. Orif aka, guvohi bo'ldik bojxona tizimidagi olib borilayotgan ishlar, lekin nazarimda bugun Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham haqiqatan ham kadrlar masalasida juda e'tiborli yondashuv bo'lyapti. Ya'ni nazarimda bugun biz texnologiyani yangilaganimiz bilan uni ishlata oladigan kadrlarni ham, munosib kadrlarni ham tarbiyalashimiz lozimda. Sababi aynan texnologiya zamonaviy bo'lishi mumkin, lekin uni tushunadigan va albatta uni to'g'ri ishlata oladigan muhim kadrlarga ham ehtiyoj bor. Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham nazarimda bu yo'nalishda tegishli ishlar amalga oshirilyapti. Shunday. Bevosita aytib o'tganingizdek, hozirgi kunda Shahboz aka aytganlaridek, bu bojxona tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan ichki ishlar vazirligi tizimidagi islohotlar deyarli bir xil bo'lgani bilan bularning sohasida faqat chegara bilan bog'liq holatlarda fosh etiladi va texnikalari ham bevosita o'zlariga moslashtirilgan. O'sha yo'nalishda bojxona nazorati yo'nalishi bo'yicha moslashtirilgan. Bizning tizimga keladigan bo'lsak, narko jinoyatlarni fosh etish borasida, ularni yashirin ravishda aholi orasiga tarqalishini oldini olish borasida bizning vazifamiz shu yo'nalishda olib boramiz bevosita. Endi hozirgi kunda aytganingizdek, yuqorida aytganingizdek, o'sha ichki ishlar tizimida ham axborot texnologiyalari sohasida mana bu kiber yo'nalishi bo'yicha, kiber jinoyatchiligi bo'yicha yangidan yangi texnologiyalar joriy etilmoqda, yangidan yangi texnikalar sotib olinmoqda tizimga. U bevosita talab qiladiki, o'sha texnika vositalari bilan bevosita ishlay oladigan
bilimli, malakali kadrlarni talab qiladi. Tergovchilarni alohida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi huquqni muhofaza qilish akademiyasida tergovchilarni doimiy ravishda 1 oylik, 1 haftalik kurslarda malakasi oshirib boriladi. Narko jinoyatlar yo'nalishi bo'yicha, kiber jinoyatlar yo'nalishi bo'yicha va boshqa jinoyat yo'nalishlari bo'yicha. Shuningdek, boshqa bizga mana jinoyatchilikni ochishda, ularni fosh etishda yordam beradigan tuzilmalar, profilaktika xizmati yoki bo'lmasam jinoyat qidiruv xizmati xodimlarini ham Ichki ishlar vazirligi akademiyasining o'zida uni alohida malakasini oshiradigan, qayta tayyorlaydigan o'zimizning kurslarimiz bor. Bundan tashqari hozirgi kunda ichki ishlar tizimiga kadr sifatida tergovchi yoki boshqa xizmatga qabul qilinayotgan xodimlar chuqur imtihonlardan o'tkazilgan holatda malakali kadrlarni olish borasida ancha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Tushunarli. Nazarimda, marhamat. Bitta ozgina qo'shimchamiz bordi. Ya'ni narko laboratoriyalar hozirgi kunda mana aniqlanyapti deb aytib o'tdilar mutaxassisimiz. Narko laboratoriyalar ichki hududda asosiy faoliyat ko'rsatishini ta'minlovchi narsa nima degan savolga bu kimyoviy elementlar. Ya'ni narko laboratoriyalarda asosan sintetik giyohvandlik vositalari ishlab chiqariladi. Laboratoriya usulida. Bu kimyoviy elementlar, buni biz aytamiz prekursorlar deymiz. Aynan prekursorlar bu bojxona nazoratidan olib kirilayotgan paytda uning maqsadi 2 xil bo'ladi. Masalan, ba'zi u boshqa yo'nalishga mo'ljallangan bo'lishi ham mumkin, bu narko laboratoriyada ishlatilishi ham mumkin. Aynan prezidentimizning o'sha PF 207-sonli farmonlarida keltirib topshiriq berib o'tildiki, bojxona tuzilmasida, ya'ni bojxona qo'mitasida prekursorlarni nazorat qiluvchi alohida tuzilma tashkil etildi. Kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi tarkibida alohida tuzilma tashkil etildi va ushbu tuzilma hozirgi kundagi faoliyati davomida bir qator holatlarda bojxona chegarasidan aynan narko laboratoriyalarda ishlatilishi mumkin bo'lgan prekursorlarni aniqlab, o'sha chora ko'rib, ularga qarshi ushlab qolish choralarini ko'rishmoqda. O'sha narko laboratoriyalarga chek qo'yish borasida o'sha yo'nalishda. Tushunarli. Hurmatli ekspertlar, bilasizmi, bugun huquqni muhofaza qiluvchi organlar, bojxona tizimi organlari xodimlaridan yana bir muhim jihat talab qilinadi, ya'ni psixologik tayyorgarlik. Siz bugun o'sha har bir chegarada bo'ladimi yoki yurtimiz sarhadlarida bo'ladimi, yurtimiz shaharlarda bo'ladimi, psixologik jihatdan ham xodimlaringiz tayyor bo'lmog'i lozim deb o'ylayman. Ya'ni ular bilan o'sha muloqotlar bo'lganda, ularga yangi ko'rsatmalar berilganda, ular tabiiyki psixologik jihatdan eng muhim tayyorgarlikdan o'tgan bo'lishi lozim. Xo'sh, yangi qonunchilik tashabbusida e'tibor qarataylik. Aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlar degan alohida bob kiritilmoqda. O'z-o'zidan savol tug'iladi, giyohvandlikka qarshi kurashda oldimizdagi eng katta xavf nimada? Aynan mana shu jihatga e'tibor qaratsak, xo'sh, eng katta xavfni biz nimada ko'ramiz? Marhamat. Orif aka, marhamat. Eng katta xavf hozirgi kunda yoshlarimiz o'rtasida ushbu narko jinoyatlarning ortib borayotganligi. Mana o'zimiz bevosita jinoyatlar ishlarini tergov qilish davomida guvohi bo'lamiz. Asosiy qismi yoshlar. Ming afsuski. Ming afsuski, Telegram bot orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali uni sotib olish va iste'mol qilish holatlari juda ham ko'paygan. Aytmoqchi bo'lganim, buni hozir olib javobgar qilavergan bilan buni oldin olib bo'lmaydi. Yechim bo'lmaydi bu. Yechim emas bu. Albatta. Shuni inobatga olgan holatda mana bu yangi bob kiritildi. Aholi salomatligi va millat genofondiga qarshi kurash bo'yicha. Ushbu bobda ham biz buni chuqur hali anonsini qilamiz. Bevosita yoshlar o'rtasida buni narko jinoyatlarning tarqalishini oldini olish bo'yicha doimiy ravishda mahallalarda, oliy o'quv yurtlarida, maktablarda targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib, mazkur qonunni mazmun mohiyatini tushuntirib yoshlarga buni oldini olish borasida albatta oldini olish borasida tegishli ishlarni amalga oshiramiz. Shahboz aka, bu jarayonda bitta nozik jihat bor, ya'ni men doim aytib o'taman, talab bor joyda taklif bo'ladi. Masalan, ichki hududda
talab bo'lyaptiki, bojxona chegarasidan O'zbekistonga giyohvandlik vositalarini olib o'tishga, olib kirishga urinish bo'lyapti. Harakat bo'lyapti. Ya'ni ichki hududda talab bo'lyapti. Shu narsani biz agar ichki hududda, ya'ni O'zbekistonning ichkarisida yoshlarimiz bilan yoki boshqa ota-onalar, mahalla instituti, maktablar, oliy ta'lim muassasalari bilan o'sha ishlashni takomillashtirsak, tizimlashtirsak, albatta bu yo'nalishga masalan ijobiy ko'rsatishlarga erishsak, talab o'z-o'zidan yo'qolib boradi va shunda kirib kelish holatlari ham kamayadi. Ya'ni o'sha hech qanaqa stimul bo'lmaydi. Baribir o'sha bozorni topolmaydi va ushbu giyohvandlik vositalari O'zbekiston Respublikasiga kirib kelmaydi. Shu nuqtai nazardan mutaxassisimizning fikrlariga qo'shilgan holatda baribir biz profilaktika nuqtai nazaridan tegishli choralarni ko'rishimiz eng maqbul yechim deb hisoblayman. Shahboz aka, bilasizmi, nazarimda biz ko'p kuzatib boramiz, aynan mana shu ommaviy axborot vositalari orqali ham yoritamiz. Ichki ishlar vazirligi, umuman tegishli idoralar tomonidan profilaktik tadbirlar yetarlicha amalga oshirilayotganligiga guvoh bo'lamizda va albatta bu jarayonda o'sha soha xodimlari faol tarzda yoshlar bilan muloqotlar qilayotganligi, maktablarda, oliy o'quv yurtlarida bo'ladimi yoki boshqa tashkilotlarda tegishli ko'rsatmalar berilayotganligi, buni oxir-oqibat alomatlari, oxir-oqibat natijalari nimalarga olib borishi, qanday bir falokatga yetaklash haqida tegishli o'sha muloqotlar amalga oshirilayotganligiga guvoh bo'lamiz. Lekin bir jihat e'tiborimizni tortadi, ya'ni nima uchun giyohvandlikka qarshi kurash bugun endi oddiy huquqbuzarlik emas, millat genofondiga tahdid sifatida qaralyapti degan savol bizni qiynaydi. Demak, vaziyat haqiqatda ham shunchalik jiddiy tarzda tus olmoqda va kun sayin aynan bu jarayonga qanchalik biz ko'p kuch bilan qarshilik ko'rsatmaylik, uning tobora rivojlanishi yanada rivojlanib borayotganligi bizni biroz xafa qiladi. Va yangi qonun orqali aynan qaysi xavfli bo'g'inlarni yo'q qilish maqsad qilingan, shular haqida to'xtalsak, yangi qonunga ko'ra qaysi bo'g'inlar, marhamat Shahboz aka? Yangi qonunimizga ko'ra aynan shu giyohvandlik vositalari bilan bog'liq huquqbuzarliklar, jinoyatlar deb oladigan bo'lsak, ularni sodir etilayotgan joy va e'tibor qaratilgan shaxs, masalan jalb etiluvchi shaxsga qarab ham javobgarliklar og'irlashtirildi. Masalan, voyaga yetmaganlarni ushbu faoliyatga jalb etish yoki iste'mol etishga jalb etish yoki ta'lim muassasalarida, oliy ta'lim muassasalarida ushbu jinoyatlarni sodir etish yoki boshqa holatlarda javobgarlik og'irlashtirildi. Ya'ni oldin masalan yengilroq jazo qo'llaniladigan bo'lsa, endi og'irlashtirildi. Bu juda katta masalan amalga oshirilayotgan ish bo'lib, nima deydi? Javobgarlik og'irlashtirilgani ertaga baribir sodir etmoqchi bo'lgan shaxsda baribir qo'rquv hosil qilishi va bu yo'nalishdan qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. To'g'ri aytasiz, haqiqatda ham javobgarlikni og'irlashtirish nazarimda navbatdagi yechimlardan biri bo'la oladi. Orif aka, xulosa sifatida fikrlaringiz qisqa va lo'nda, marhamat. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda mazkur qonunni qabul qilish eng dolzarb vazifa edi va mazkur qonun qabul qilindi. Bugungi kundagi eng muhim qadamlardan biri deb ayta olamiz. Bugungi kundagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Bevosita prezidentimiz tomonidan, davlat rahbarimiz tomonidan mazkur sohaga alohida e'tibor qaratganlari, biz tomonimizdan uni jinoyatchilikni oldini olish borasida, unga qarshi kurashish borasida olib borayotgan bizning mehnatimizga bu yanada turtki bo'ldi va dalda bo'ldi. Ushbu qonun asosida mutaxassisimiz aytganlaridek jazo choralari kuchaytiriladi va jazo choralari kuchaytirilishi natijasida buni biz oldini olishimiz, albatta, yoki bo'lmasam sezilarli darajada ushbu jinoyat turlarini kamaytirishga erishishimiz mumkin. Rahmat. Shahboz aka, bojxona tizimi bo'yicha xulosalaringiz, marhamat. E'tibor bergan bo'lsangiz, mamlakatimiz rahbari tomonidan aynan ushbu giyohvandlik vositalariga qarshi kurashish yo'nalishi juda qattiq e'tibor beryaptilar. Oxirgi farmonlarida ham masalan o'sha PF 207 yoki masalan taqdimot yuzasidan yoki joriy yilning yanvar oyida Toshkent shahrida o'tkazgan yig'ilishlarda ham aynan shu narko jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida ham bir qator topshiriqlar berib o'tildi. Ya'ni Toshkent shahrini jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish bilan bog'liq bir qator vazifalar belgilandi. Bu vazifalar ijrosi yuzasidan aynan bizda bojxona qo'mitasi Selgiri tumaniga biriktirilgan bo'lib, hozirgi kunda raisimiz, bojxona qo'mitasi raisi boshchiligida Selgiri tumanida ham aynan jinoyatchilikka qarshi kurash, o'z navbatda narko jinoyatchilikka qarshi kurash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ular o'zining samarasini berib kelmoqda. Ya'ni oldin jinoyat sodir etganlar hozir masalan agar solishtiradigan bo'lsak, hozirgi kunda o'sha ilgari jinoyat sodir etganlar sodir etmayapti yoki qaysi jinoyatlarni sodir etilishi
kamaydi. Narko jinoyatchilikni sodir etilishi masalan kamaydi. Juda ko'p ijobiy natijalarga erishib kelinmoqda. Bundan tashqari har bir hududda, har bir mahallada bojxona xodimlari biriktirilgan bo'lib, mahalla hududida yashovchi o'sha narkotik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlar bilan o'sha suhbatlar olib borildi, profilaktik ishlar amalga oshirildi. Maktablarda juda katta profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Katta rahmat. Hurmatli ekspertlar, albatta keyingi suhbatlarimizda biz ushbu yo'nalishda jinoyatchilik borasida, narkotiklarni tarqalishi borasidagi ijobiy natijalar bilan uchrashamiz deb niyat qilamiz. Chunki bugun qilinayotgan ishlar, davlatimiz rahbari boshchiligida qilinayotgan har bir yangi bir qonun, farmoyishlar barchasi millat salomatligini saqlab qolish, bugungi kunda yoshlar salomatligini, yurtimizning kelajagi sanalmish yoshlarning salomatligini aynan mana shunday bir og'ularga, turli narkotik moddalarga o'sha qul bo'lib qolmasligi uchun harakat qilinyapti va bu jarayonda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalardagi suhbatdoshlarimizga eslatib o'taman. Orif Abdullayev, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Tergov boshqarmasi giyohvandlik va uyushgan jinoyatlarni tergov qilish bo'limi boshlig'i, Shahboz Yusupov, Bojxona qo'mitasi surishtiruv va ma'muriy amaliyot boshqarmasi bosh inspektori, surishtiruvchisi. Katta rahmat e'tibor uchun va yetkazilgan ma'lumotlar uchun. Bugungi aynan mana shu suhbat jarayonida biz bilan mazmunli suhbat uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jinoyat kodeksiga kiritilgan yangi bob javobgarlik choralarining kuchaytirilishi va narko jinoyatlarning zamonaviy shakllariga nisbatan qat'iy jazo choralarini belgilanishi giyohvandlik va narko jinoyatlarga nisbatan samarali kurash imkoniyatini yaratmoqda. Zero qabul qilingan yangi qonun aholi genofondini asrash, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, mamlakatimizda tinch va barqaror ijtimoiy muhitni saqlash uchun xizmat qiladi. Narko jinoyatlarga qarshi ayovsiz kurash e'lon qilindi. Bu kurashda aholi keng jamoatchilik jarayonlarga o'zlarini daxldor deb bilishi lozim. Bolalarimiz, farzandlarimiz kelajagiga befarq bo'lmang. E'tibor uchun rahmat. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.